Yilning eng zo'r kommentariya egalari o'zingni to'xtatib ko'rg'ilinglar. Xullas biz Jamol bilan mana bunaqa, anaqa, shunaqa deb yurgandik. Jamol qani sen qamoqxonadamisan sanam? Men ham shaydaman. Hop, bismillah. Men doim shaydaman. Jamol sen bu yerda nima qilyapsan? Men ham seni orqangdan keldim-da endi nima ham qilaylik do'stlar? Xullas, men bitta ish qilib qo'ydim. 15 yilga qamashdi meni. Tasavvur qilyapsan? 15 yil. Men xullas bitta cho'chqani o'ldirib qo'ydim. Hozir sizlarga o'sha hikoyani aytib beraman. Yo'q, bismillah. Mazali cho'chqaga o'xshayapti. Hop, bismillah. Cho'chqamsan, cho'chqa yeganda do'stlar. Bilet. Atgancha cho'chqa harom edi-ku. Cho'chqalar haromligini bilmaysizlarmi? Tupoymisan? Yarang, mana yoqqa kel. Seni qamoqxonaga qamab qo'yamiz endi 1-2 yil, 15 yillik yo'ring. Mayli, 15 yil bo'lsa 15 yil. Onasini deyapsan. YouTube'ga video qo'yaman deyapsan-da. Telefoningni ham bekitib qo'yaman, video qo'ymaysan. Ker tupoysan-da, haqiqiy tupoysan. Nimaga o'sha cho'chqani o'ldirasan? Yarang. O'zi umuman kunlarim qolmaydi, pullarim qolmaydi, ovqatim yo'q edi. Men uni cho'chqa emas, otmikin debman-da. Yolg'on gapirasan. Jamol bilan bitta bratishkani topib oldi. Bratishka bizni yaxshi ko'rib qolganimizga tinmay gapirar ekan. Xullas, u ko'pgina narsalar sotar ekan, faqat tashqariga chiqishimiz kerak ekan. U bu qamoqxonada 85 yildan beri yashar ekan, opod deb ketibdi, faqat soqol yo'q ekan do'stlar. Jamol bilan telefondagi ana u qamoqxonadan qoch degan o'yindagi ekan. Xullas, bittasi pollo ochar ekanmiz, pollo tagida esa mana bunaqa narsalar bo'lar ekan. Unada kameramikin deb qarasak, u yerda mikrofon ekan. Do'stlar, tashqariga chiqish vaqti bo'ldi. Endi maza qilib yurishingiz mumkin ozginaga. Tez bu yerga bekit, Jamol, tez bu yerga bekit. Ko'rib qolgan odam o'ylayman, yomon fikrga bormasin-da. Tashqariga chiqib tur deyishdimi? Nima yo'na deyishligini bilmadim endi. Votta, muncha yovdili bu. Xotin kishimi bu, ayol kishimi? Ayol kishi turibdi-ku, garang. Bo'ldi, Jamol qizishma. Bizga birdan qamoqxonadan qochgan odamlarning ahvolini ko'rsatdi. Bular hammasi qochishga uringan ekan va mana bu yerga bitta tiqib qo'yishgan ekan. Skelet yoki jigar. Men bu qamoqxonadan qochmaymiz. Qochmaysan. Bir yolpashtirib qo'yman bo'lmasam. Bo'ldi jigar, xafa bo'lmang, Jamoldan nima aybingiz? Bitta jigardan bitta qo'shiq oldi. O'sha jigar yaxshi bo'lar edi. Keyin kameralar yo'qmi deb turib tekshirdik va kameralar yo'qligini bilib oldik. Bitta barat sabzi sotar ekanlar, sabzilardan ham olmoqchi edim, lekin sabziga pulimiz yo'q edi. Mana barat uxlayotibdilarmi? Yaxshimisiz jigar? Uxlamayapsizmi? Ko'zingiz ochiq bo'lib turib uxlashingizni tasavvur qilmagandim. Xo'sh, qani ko'raylikchi? Yo'q, kamera emas ekan-ku, bilet. Ular qanaqa televizor ekan bu. Bu yer ochsak bo'ladimi? Ochsak bo'lar ekan. Vau, oshxonami bu? Qanchaga ovqat berasiz, jigar? Ovqat berilmaydi. Nimaga? Ovqat mahalligini narxini bilib qo'yaylik. 10 ta qog'ozga bitta sabzi. Bu tupoyi oldidan ketish kerak, Jamol. Keyin biz bitta gangster bilan Jamolni urushtirib ko'rdik. $100 uchun. $100 uchun. Meni ismim Bali. Qani, Bali, Sali. Men urushmayman sen bilan. Qoch, onasini yemsin. Meni uryapsanmi sen? Jamol, sen zo'r uplar ekansan. Voy, bilet, yolpashtirib qo'yding-ku. Mayli, necha, hech narsa qilmaydi. Jamol urushib $100 ololmagandan keyin biz qamoqxonadan qochish uchun ko'ylashga boshladik. Mana shu kichkinagina qoshiqcha bilan. Ertalab bo'lgandan keyin biz bitta politsiya ofiserini ko'rib qoldik va 10 ta qog'ozga bizni mana bu uyni davolab qo'yishni aytdi. O'sha tozalab qo'yishni aytdi va biz rozi bo'ldik. Bu yer nas bosib ketgan uy ekan, shuning uchun bu yer bitta-bittalab tozalash boshladi. Mana qo'shig'im menga asqotar ekan, bunaqa joylarda qo'shiq kerak bo'ladi do'stlar. Obul yuringlar o'zinglar bilan. O'ldirish emas albatta odamlarni. Va tarakallar boshlab ketdi. Tarakallar xavfligida, tarakallar vobshe ko'p ekan. Cho'qmaydimikin bular? Tarakan cho'qmaydi-ku. Ishqilib o'rgimchak bo'lmasa bo'ldi, ilon-plonlar bo'lmasa bo'ldi. Jamol ehtiyot bo'larsan. To'g'ri aytasan. Men tarakallarni yerga qo'yaman. Tarakallarni qo'lda ushlab bo'lmaydi, jigar. Bu bo'lmagani Jamol oxirgi paytlarda tupoyib ketyapsan. Bilet, onasini yemsin. Voy, chaqib zaharlar ekan mana it balaqlaga. Voy, it balaqlaga. Saratonlar ham, o'rgimchaklar ham yuribdi. Ehtiyot bo'l, Jamol. Chimallag'lar ye. Jamolni beshga nimadir tiqib oldi va uni devorga urib yubordi. Keyinchalik Jamol bunaqa 2D bo'lib qoldi, yalpashib qoldi-ku. Jamol, nima bo'ldi senga? Mana qaranglar qiltiriqligini. Hammayni tozalashni davom ettiradi. Jamolni kaldan ko'tarib turish musobaqasida birinchi o'rin olgandan hayron qoldim. Durbin yutib oldingiz deydimi? Nimadir gaplarni gapiryapti. Xo'sh, mayli. Endi tualet qog'ozdan cho'zinglarsizlar. Jamol, bo'ldi. Kallangni g'alitib qo'ymasin. Xo'sh, sen chachak ketding deb o'ylayman. Mana tualet qog'ozdan cho'zchi. Xo'sh, yaxshi. 20 ta tualet qog'oz yutib oldik va mana bu sudralib kirib ketyapti. Jamol, senga nima bo'ldi? Bo'lim sinib qoldi. Har holda anundaki bo'lib qolmabsan-ku, yerda yalpashib yuradigan. Yaxshi do'stlar, endi yana jang qilib ko'ramizmi deyman-da do'stlar.
Xo'sh, yur Jamol qanisan? Kelaver. Bitta Red Bulldan sotib olaman bolalar, to'g'risi gap, charchab ketdim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Normalniy narsangiz ham bormi? Masalan, mana bunaqa antikirka degan narsa kirka bor ekan, davay olamiz. O'shmandan bir ikkita meva sabzi degan narsalardan olamiz. Ha, olma, uyga kirib ketyapman. Voy Jamol, nima xafa bo'ldi? Assalomu alaykum, siz nima sotardingiz? Red Bull. Afsuski Blue bu ekanda bu. Menga Red'dan keladi-yu, mayli. Ikkalamizga mana ekan Jamol, senga bitta. Nima bo'ldi? Kechqurun bo'ldi deyapti. Tez uxlash. Ertaga yana Jamolni o'zini musobaqasiga bordim. Boks tushgani. Ha, mana ekan bitta psixopat bilan tushar ekan, do'stlar. Hozir kuzatib boramiz. Qani Jamol, yaxshilab chop biqiniga, o'ng biqiniga solasan, xo'pmi? O'zimiz stilda senga o'rgatgan bo'yimcha. Men psix bo'lsam ham qattiq urushaman. O'zini psixligini ham bilar ekan, do'stlar. Qani, davay. Kuchingni teng-ku biladi. Psix bo'lsa ham Jamol san psix bilchaligan bo'lmaysan. Qani, davay. U psix tishlarini ko'rib haybatdan hayajonlanib ketyapman-da. Hayajonlanma. Psix tishlarini qara, qorayib ketgan. Yaxshiroq urush, bor yugur. O'zim urushib ketaman, sen o'rningga. Orqangga qaragin, zo'r narsa turibdi. Nima turibdi? Kallang ishlamaskanda shu bochani bor-ku, tayyoq qilib turib shuna bir urdi. Keyinchalik Jamolni ko'rsalaring, eqini yutib qabul qilarmikin bilmadim. Do'mbira chavordi, do'mbira. Psixlarning ahvoli shunaqa bo'ladi. Mana ekan. Votda, biz yutdikmi? Endi puldan cho'zasizlarmi? Albatta, pulinglar garant mana ekan. Rahmat. Mana urush ko'raman Jamol, endi sen o'rningga. Urush ko'r, qiyin bo'ladi anchagina. Xo'sh, ish qilib meni raqibim senikidan keroq, bir kuchsizroq, lo'qroq bo'lsin-da. Hozir Jamol ishonganicha, meni raqibim kim bo'lyapti, do'stlar? Voy, tiqilib qoldim. O'tda. Bu tiqilib qolishmas ekan-ku, bu zilzila-ku. Nimacha katta bu? Men bu bratni hamma zarbalarga chap berdim. O'zingni kuchliman deb o'ylayapsanmi? Tupizmsan sen, tupizm. Ana. Men prosta chap berish bo'yicha o'ta kuchliman. Asli seni oyog'ingni olib turib, shini erg'itsam o'zi uchib ketasan, brat. Uyataman. Tez bu yerdan ketish kerak. O'ta, tirsigim yurib qoldi. Keyin biz Jamol bilan futbol o'ynashga harakat qilib ko'rdik. Menga yoshir. Bismillah. O'ta, muncha qiyin bu futbol. Yutqazib qo'ydik Jamol, gol urib qo'yishdi bizga. 1-0 hozirchalik. Mayli, agar bundan mana shu to'pni yutib olsak, biz deyarli qamoqxonadan qochib ketamiz. Endi mendan boshlanadimi? Bismillah. Tupizmmi? Tepamiz. Bismillah. Gol! 1-1 hisob. 1-1. Davay bolalar. Yaxshilab o'ynaymiz. Yaxshilab. Tep. Jamol jarohatlanib ketgani yomon bo'ldi-da. Davay. Yo'q. Yaxshi. Let's go. Uni chichatdimi? Nima qilyapti? O'tda. Gol deyarli. Gol, let's go. Nima qilyapti? Uzr. Sen to'poymisan? Nimaga chekiga bir siyatding? Kerakchi do'stlar, biz qamoqxonadan deyarli qochdik. Let's go baby. Qamoqxonadan qochdim. Bedrock qaranglar, ishqilib Jamol qayga ketgan ekan? Do'stlar, Jamol qayda endi? Jamolni o'ldi deb ko'mib ekan. Asli o'lmagan ekan. Qara, yop-yalang'och qilib ko'mib ekan. Biz qamoqxonadan qochganimiz munosabati bilan endi pizza olib yeymiz.